Pul haqqida aytilgan aqliya so'zlar. Aqliya so'zlar hayotdagi nurg'un qimmatli ideyalarni, tajribalarni meg'izliq holatda ifoda qiladigan so'zlar bo'lib, ular kishilarga ilhom va madad beradi. Ularning zehnini ochadi, irodasini chingitadi, ishonchini oshiradi, kayfiyatini yaxshilaydi va ruhini ko'taradi. Bu kanal iqtisodiy mazmunlar haqida kanal bo'lgani uchun kishilarimizning diqqatiga men pul va boylikqa oid aytilgan aqliya so'zlardan 25 parchani tanlab tarjima qilib sundim. Ya'ni bu so'zlarning hammasi inglizcha aytilgan. Nurg'un odamlar to'plagan pullarni o'zlari xolab ketmaydigan, ammo o'zlari yoqtirmaydigan kishilarni hang-tang qoltirish uchun xarjlaydi. Will Rogers. Boylik birovning nurg'un narsasining bo'lganligi emas, balki uning ehtiyojining intayin oz bo'lishi demak. Epictetus. Pulning tannarxi har doim yuqori. Ralph Waldo Emerson. Her bir kun bir banka hisoboti demektir. Vaqt bizning pulimiz. Mushu ma'nodan aytganda, hech kim boy emas, hech kim kambag'al emas. Chunki hammalarning har bir kunida 24 soatlik vaqti bor. Christopher Reis. İqtisodchilik barliq fazilatlarni o'z ichiga oladi. Cicero. Bilimga salgan mablag' eng yaxshi bo'lgan payni beradi. Benjamin Franklin. Muntizam ma'rif bilan jon baqalaydigan bo'lasan. O'zini o'zing tarbiyalagan ma'rif bilan boylik yaratasan. Jim Rohn. Haqiqiy namrat odam qo'l ilkidagi narsa oz bo'lgan odam emas, balki texim ko'p narsaga ochko'zlik bilan boqadigan odamdir. Seneca. Iqtisod jihatdagi tinchlik moddiy narsalarga erishish emas, u chiqimingning tapovatingdan oz bo'lishini o'rganish jarayoni. Shundala sening boshqalarga beradigan ham mablag' soladigan puling bo'ladi. Bu mahoratni o'rganmaguncha turmushingda iqtisodiy jihatda tinchlik bo'lmaydi. Dave Ramsey. Pulning bo'lishi yaxshi ish. Lekin nagan-naganda pulga setib olg'ili bo'lmaydigan narsalarni yo'qitib qo'ymaganligini tekshirib qo'yishmi yaxshi bir odatdir. George Lorimer. Hamma odam sotqili turganda ol, setib ol. Hamma odam setilishga boshlovchi toqat qil. Bu bir quruq shuar emas, balki muvaffaqiyatli mablag'chilikning meg'zidir. J. Paul Getty. Mustaqil hayotga bo'lgan umidingni pulga bog'lasang, mangu mustaqil hayotga erisha olmaysan. Bir odam uchun haqiqiy bexatarlik uning bilimi, tajribasi va qobiliyatining jug'lanmasidan keladi. Henry Ford. Ijodkorlik dahi bilan muridni ayiradigan narsa. Steve Jobs. Sening haqiqiy boylig'ing sen hamma pulingni yo'qotgan chaqda qanchalik narsaga arziydiganliging bilan o'lchanadi. Nomsiz. Pul shafqatsiz xo'jayin, ammo ajoyib paltis quldir. P.T. Barnum.
Maaşın tüven çağda azazdan bolsa amanatga qo'yibman. Maaşın yuqorilganda pul yig'ish mumkin bo'lmay qoladi. Jack Benny. Her qitim qarz alg'iningda sen kelgusingni bulang-talang qilib mangan bo'lasan o'zing. Nathan Morris. Bay adamlarning televizorlari kichik. Kütüpxonalari cho'ng. Namrat adamlarning kütüpxonasi kichik, televizorlari g'oyat cho'ng. Zig Ziglar. Payshiga bozori hamma narsaning bahosini biladigan, ammo hech nimaning qimmatini tushunmaydigan shaxslar bilan to'lgan. Boylik bor bo'lgan emas, uningdan huzurlangandan. Mag'lub bo'lganim yo'q. Kerak kelmaydigan 10 ming xil usulni bayqadim xolos. Thomas Edison. Sözləşdən burun anla, yezişdən burun oyla, xərcləşdən burun tap, məbləğ silishdən burun təkşür, tənqidləşdən burun sükut qıl, dua qilishdən burun keçir, çekinishdən burun sınab baq, pensiyaya chiqishdən burun yığ, ölüşdən burun bər. William Ward. Muvaffaqiyat qazanğan adam başqalar onunğa atqan taşni hayatida saladigan puxta yo'lga ishlatishni bilgan kishidir. David Brinkley. Bugundan boshlab hisoblaganda, ya'ni 20 yildan keyin sen qila olgan ishingga qaraganda, sen qilmagan ishlaring tufayli o'kinishga giribdor bo'lasan. Mark Twain. Masala kimning menga yo'l berishi emas, kimning meni to'sib qo'yishi. Ayn Rand.